yurishadi. Chiroyli qilib ishlovlari berib qo'yilibdi bularda. Boqib Mana bu kichkinani qaranglar, lekin nima deyapti? Xo'p, bu endi nechinchi bollari? Nega bugun dushanba hafta kuniga kuchli obunachilaringizga qo'yiladi zo'ridan olib keldim aka. Boqib maza qilishadi xohlasa. Egizchi, bo'g'oz, yakka bolaliklaridan aka. Xohlasa videoni oxirigacha ko'rib, like bilan kommentariyani bosib turishsa, qo'ylar narxini udar qilib beraman. Arzon. Xohlasa bugun qo'ylar puli yengil bo'ladi. Like bosib turishsa bo'ldi aka. Qo'ylarni zo'ri, qo'ylar ko'rsating. Xohlasa bitta obunachingizga qo'ylar ko'rsating. Mana akalar, bu yog'ida qo'ylar. Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari va bizni muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalar, YouTube ishqibozlari, chorva qo'y mana shunday egizakchi ishqibozlari. Do'stlar, hozirda biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Qatag'on qishlog'idan Jamshidjon do'stimizning xonadonlariga keldik. Xo'p, mana bu yerda sotiladigan qo'ylar bor ekan, shularning narxini qo'ldan kelgancha chiroyli qilib yoritib berishga harakat qilamiz. Videolarimiz yoqsa bittadan like bosib qo'yasizlar, kanalda mehmonlar obuna bo'lib qo'yishni unutmaysizlar. Bugun hafta kuniga dushanba 10-mart. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamasdan olib keldim siz obunachilaringiz aka. Boqib maza qilib qo'y qo'yib yuraman deydigan obunachilaringizga puli yengil, o'zi zo'r qo'ylardan olib keldim. Maza qilib boqishadi, xohlasa. Bundan keyin ham qo'y yurishadi, egiz qo'ylardan. Qo'ylarni bir ko'rsatingda aka, va shu darlar. Narx-navo yengil. Videoni narxi yengil. Mana akalar. Xo'p, birinchi partiyalarimizga nechta? Egizachilaridan. Egizchilar ham haqiqiy o'ta chiroyli mo'jizalardan keldi, lekin qashqalarida qarang. Janavarlar bir-biridan yaltirab turibdi. Bitta like turib qo'yasizlar, mana buni enasini qaranglar lekin. Kallalar o'ta chiroyli. Bolasi mana bu. Bolasi ana. Lekin qashqasi ko'p ekan, ishqibozlariga. Hamma sifat qo'zilarda aka. Bollari bir-biridan zo'r akalar. Narxlari o'zi o'ta yengil, enalaridan ham ko'p. Mana bu sariq tushaylik. Yelinlarni qaranglar lekin. Janavar. Nima deyapti mana bu qo'ylar akalar? Mana idishlari. Qo'ylar xohlasa boqib uzoq olib yurishadi. Chiroyli qilib ishlovlari berib qo'yilibdi bularda. Boqib mazza. Mana bu kichkinani qaranglar lekin. Nima deyapti? Xo'p, bu endi nechinchi bollari? Barnaka bu 2-chi, 3-chi bollari. 4-tish, 6-tish qo'ylar. 2-chi, 3-chi bollari. 3-chi bollari. 4ta, 6ta. 6ta. Yoshlari zo'r. Yoshlari zo'r. O'zi puli yo'q variantidan. O'zi oldi boshlab. Endi buni olib borganlarni aytib, mehr berib, boqamiz deganlarga tavsiya qilaveramiz akalar. Qo'ylari yaxshi. Xo'p, yebicharini 10 kun sinab ko'rib olishaveradi. Uylariga borgandan keyin 10 kun bexotirdan 10 kun sinab olishaveradi. Bir-biridan chiroyli. Ichmasa bolasini yemasa biz yetadi aka. Nechta qo'chqori bor endi buni? Barniki ikkitasiniki ikkala bolasi ham so'liq. Bittasiniki qo'chqor so'liq bolalar. Mana shu qo'ydagi qo'chqor so'liq bolasi. Mana buniki qo'chqor so'liq. Mittalar qaranglar lekin, kichkinalar yurishini. Buniki biri qo'chqar, biri so'liq-a? 5 ta so'liq, bitta qo'chqarcha bor-da, barinaga. 5 ta so'liq, bir dona qo'chqarcha. Hammasi, xohlasa, uylanganga hamma bolalari ham bolalarida egiz tug'ib beradi. Zo'r. Janavar, mana bular yurishini. Akalar nima deyapti? Xo'p, puli. Barnak 7 milliondan kami ham bor. 7 million so'mdan? 7 million so'mdan ozmas o'tib ham beramiz. Telefon qilsa ishlarni bitiraveramiz, xudo xolasa. Bugun yengil bo'ladi dedi-mi? Like bilan maydalashmasdan bosib qo'ysa bo'ldi. 200 mingdan o'tib beraman siz obunachilaringizga. 200 ming so'mdan? 200 ming so'mdan o'tib beraman. 6 million 800 ming so'mdan olishaversin. Dastlabkilarini o'ylanishmas aka. Samarqandgacha besplatni. O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holatda yetkazib berilaveradi. Dastlabkida muammo yo'q. Dastlabkida muammo yo'q. Olim maza qilib boqishsa bo'ldi, duo qilib qo'ysa bo'ldi, qo'ylarni olib boqib. Qo'ylar qarang. O'zi bitta obunachimiz bor. 3 ta. Obunachingizga xudo xolasa 3 ta. Ya, kelishtirib ayting. Joyga barin aka. Maydalashmang. Dangalni ayting. Bo'ldi aka, dangal bo'lsa yana 100 mingni o'tib beraveraman. Maza qilib boqishadi. O'zi ko'paysin-da bolalar ham, barin aka. Bolalar ham ko'paysin. Bundan keyin ham qo'y qo'yib olib yurishadi. Zo'r, qo'ylar. Men yomon degan yo'qmi? Qanchadan tushib beray barin aka? 3 ta oxirini ayting. 3 ta oxirimi? Bir joyga ham 6,5 milliondan olishaversin. Mana Samarqandgacha dastlabkasi bilan. Endi telefon qilish ozgina xayriga qo'yamiz-a yo'la. Telefon qilsa ishlarni bitirib beramiz aka. Xayrisi bor qo'ylar. Barakasini bersin. Mana bu 6,5 million so'mdan 3 tasi bir yerga yonadi, ikkitadan tayyor bolasi bor. Bollarini qaranglar akalar. Xo'p, Samarqandgacha ketaveradi. Barinaga Samarqandgacha besplatni, O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holatda. Liboy obunachingiz telefon qilishsa ishlar bitaveradi.
O'ylanib o'tirishmasin, dastlabki yo'q ekanda. O'zbekiston bo'ylab ham qilib beramiz, kelishilgan holatda. Kelishilgan holatda. Ishlarini bitiramiz aka. Bitta olamiz deganlar ham telefon Bitta qilish. olamiz deganlar ham telefon qilishaversin aka. Bittalab ham sotaveramiz. Bu birinchi partiyalarimiz. Bu birinchi partiya. Bundan keyin gap oxirida aka bitta bolaliklari bor. Bunda akalar ikkinchi partiyalarimizga yakkali ona bolasidan so'raganlar uchun soni 6 dona Faridin aka soni. 6 dona. 6 dona. Nechta bolasi qo'chqor buni 5 endi? ta bolasi qo'chqor, bitta bolasi so'li Faridin aka. 5 ta bolasi qo'chqor, bir donasi so'li. so'li. O'ziga yetayotibdi ko'p. Demak, qo'chqori ko'p ekan bularda. Qo'chqori ko'p Faridin aka. Mana bularni 1 oy, 1,5 oy atrofidan ketib ajrashsa bo'laveradi qilib qopdi. Xotirjam ajrashaveradi. Oyoq qo'li uzun, beli baqvas zo'r qo'zilar ekan. Qo'y qilib olib yurishi ham zo'r. Yoshlari ham yosh ekan. Nechinchi bollari bu endi? Ikkinchi, uchinchi bollari. Ikkinchi, uchinchi bollari. Ikkinchi, uchinchi bollari. Bollarning hammasi chiroyli. Katta. Buning ichida ham qashqasi bor ekan-a? Bor, buning ichida ham qashqasi. Ichida husorlari ham. Kasal kusali yo'q-a bularda. Ular bir hafta kafolat ekan. Borgandan keyin ularda bir hafta sinab ko'rib olishaveradi. 6 tasini bir yerga qanchadan deymiz bizga? Puli 5 qiziq. milliondan kami bor. 5 million so'mdan kami 5 bor. million so'mdan o'tib beramiz aka. Yuzatini akalar chiroyli qo'ylar ekan lekin. Mana shu bitta qo'zini ushlaylik, chekkada ket. Mana qo'z. Lekin zo'r qo'zi ekan mana. Bu ona bola ekalasi. Ona bor, ona bor. Ana shu ona. Qo'zini qaranglar lekin. Qo'z Anasi bosdi. qora kashtan ekan-a? Qora keshtanlardan tam onasini. Yaltiraydi. Xo'p, qo'yaveraman. Bolalarga bittadan like bosib qo'yishadi. Ularni narxi arzon. Aytaymi qanchadan o'tib berishimni? Kelishtirib aytingchi. 5 millionga 100 ming o'tib beraman Faridin aka. Siz obunachilaringizga. Bir joyga olishsin, dastlabkilari Samarqand. 4,5 million so'mdan. Yo'q. Kreditidan berishasiz siz obunachilaringiz. Dastlabkilarni qilib beramiz. Maza qilib boqishadi. Bitta obunachingizga 5 ta bolasi qo'chqor. Xursand bo'lib. Xo'p, dengchi. Mana Qo'ylar ko'rib turibsiz, qo'ylar zo'r. Ramazon munosabati bilan aksiyasi bilan mana 4,5 million so'mdan 6 tasi bir yerga. 34 million 600 dan berishadi, bir yerga ketdi. Samarqandgacha. 100 ming deb maydalashmang, hamma bilib bo'ldi. Keyin. Siz obunachilaringiz. O'tib ham berasiz lekin a? Ishlarini bitiramiz, telefon qilishsa bo'ldi, Faridin aka. Telefon qilsa bo'ldi. Telefon qilishsa bo'ladi, ishlari bitadi. Ishlari bitadi. Birontasi qarish. Qo'ylar yosh. Real olamiz deganlarga videolarini tashlab beriladi. Har bittasi nadin video qilib beraman aka. Sababi- Bolalarni qarang, bolalarini. Ajrashsa chiqaveradi bular. Yonida tayyor bolasi mana. Onalari ham toza kashdan qo'yildi. Bu ikkinchi partiyalarimiz. Bu ikkinchi partiya, Faridin aka. O'zi oldi tulashni boshlabdi, mana qo'yni qaranglar. Mana qo'ylarni qarang. Jana, qulog'i ham butun ekan shuni. Ko'rsatib qo'ydi bitta o'zini. Ko'rchish qo'y. Ana shu yondagi bolasi. Mana. Yonida bolasi. Bolani ham zo'r boqyapti. Ajratib olamiz deganlarga 5 million shu. Bitta o'zi. Ajratishmasin, bir joyga olishsa. Bir yerga olsa, bitadi aka. ko'payib Maza yuradi. qilib boqishadi, guldan keyin ham qo'y qilib yurishadi. Mana qo'zlarni 5 ta qo'chqarini abdini sotib yuborishsa, qo'ylar Ajratmasdan boqishda maslahat beraveramiz. Bolalari o'zi bilan yursa, zo'r katta bo'laveradi uni. Yelillarni qaranglar ekan. Bolalarni zo'r boqadi emas. Bo'lmasa bundan keyingi partiyalar ko'rsataveramiz. Partiyalar ko'rsatamiz Faridin aka. Endi akalar, so'nggi partiyalarimizga So'nggi partiyadagi udorlardan keldi, Faridin aka. zo'ridan so'raganlar uchun Zotlarga boqadi. udoridan boqamiz deganlarga Bitta mana Edilboydan, bitta qora kashtanidan. 2 dona Edilboy, 1 dona Bittasini bola, qora ikkitasi bo'g'oz. kashta. Mana bu qorani bolasi mana bolasi. Yo'q, qoraniki mana mana. Keyin. Ha, buniki. Ha, buniki. Bu qora bo'g'oz. Bu bo'g'oz. Bu qora kashta, bo'g'oz. Bolasi shuniki deb. Yelin tashlab Jana mana. O'zi yelillari to'lib yotibdi. Bunisi ham bo'g'oz mana narigisi. Qo'yaveraman. Cho'lasini bir joyga bir dona obunachingiz olishsin, maza qilib boqishadi. Bolasi-chi? Bolasi qo'chqorcha, Faridin aka. Bolasi qo'chqorcha. Bolasi qo'chqorcha. Yoshlari 4 ish qo'yiladi yosh. 4 ish. Bo'g'ozlar ikkinchisiga tug'adi, o'g'il ikkinchisiga tuqqan. Uchovini bir yerga. Joni bir yerga Faridin aka 17 million berish o'zi. Kamichi. Bunga 12, qoraga 5. Kami 200 ming kam. Siz obunachilaringiz. Bir joyga olishsin. Kelishtirib aytaman uchtasini. Faridin aka 16,5 millionga olish o'zi. Dastlabkilarni qilib beramiz. Samarqandgacha. Maza qilib boqishsa bo'ldi. Qo'ylarni qarang buni. Janaverlar lekin zo'r qo'yiladi. Buni endi ushava G'o'dasini qarang, bu qo'ydi. qo'ydi. Lekin Odamni 85 kuchaytirmaydi. plus minus atrofida chiqaversa kerak-a. Qo'ydi kallalarini qarang. Bosh udor. Garbanozlar qaranglar lekin. Bolasi ham qo'chqorcha. Bolasi ham Qo'chqor. qo'chqor. Ikkalasi ham ko'payib bersa, xudo xolasa maza qilib boqib yurishadi. Qo'y qiladigan ham da bo'ladi, Faridin aka. Qancha oxiri?
Oxiri 16 millionga beraman. 16 million so'mga? Maydachida 16,5 16 million 200. 16 million so'mga Samarqandgacha dastavkasini yaptiryapti. Yo'l ham qo'yib berasizmi? Telefon qilsa ishlab bitirib beramiz. Barnaka xayri bor 16 millionga. Xayri bor. Ajratib olaman deganlarga 2 sariqni 11 ga beraman. Qorani o'zini 5 millionga beraman. Qorani o'zi 5 million so'mga ketaveradi. Mana ikkalasi juft. O'zi bir qo'ra qo'ylar sariqlar. Zo'r, qo'yaver. Xo'p. Bugungi videoga shular barnaka. Telefon qilgan obunachingizga yana qo'ylar bor. Bexotirjam to'y beramiz. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha bitta-bittadan like bosib kelar. Kommentariyani unutmasin.